Xorazm Eronga qarshi yoxud o'zbeklar va qoraqalpoqlarning Xiva ustidan nazoratni qaytarishi tarixi. Siz Dervishnot sahifasidasiz va bu sahifada tarix tilga kirmaydi. Tarix tom ma'noda jonlanadi. Gap shundaki 1740-yildagi Eron bosqini va Ilbarsxonning qatl etilishidan so'ng Xorazmning o'zbek elitalari qarshilikni davom ettirdilar. 1740-yil kuzida Orolbo'yi oqsoqollari Abul Xayrxon Kichik Juz Qozoqxonini Eronliklarga qarshi Xivani himoya qilish uchun taklif qildilar va 17-18 noyabr kunlari uni Xiva xoni deb e'lon qildilar. Ularning maqsadi xonlik avtonomiyasini saqlab qolish hamda Nodirshoh hokimiyatiga qarshi turish edi. Shunga qaramay Nodirshoh vaqtincha o'z siyosiy modelini joriy etib, Xiva taxtiga Tohirxonni o'tkazdi. Rasman to'liq hokimiyat berilgan bo'lsa-da, u eronliklar qo'g'irchog'i sifatida qabul qilindi va o'zbek hukmron elitasining qo'llab-quvvatlashiga erisha olmadi. Uning nazorati asosan Xiva shahri bilan cheklanib qoldi. Eron harbiy kuchlariga tayanishi va Salor turkmanlari bilan ittifoqi o'zbeklar hamda qoraqalpoqlar orasida begonalashuvni yanada kuchaytirdi. 1741-yilda o'zbek elitalari qurolli harakatlarga o'tdilar. Sobiq xivalik amaldorlar, sardlar orasidan chiqqan Yorim Devon va Kichik Mirob Orolbo'yi o'zbeklari, xususan mang'itlar ko'magida Chingiziy da'vogar Nur Alixonni ilgari surdilar. Harakatga Orol mintaqasida katta harbiy kuchga ega bo'lgan mang'it yetakchisi Artuq Arali ham qo'shildi. Orolbo'yi o'zbeklari va qoraqalpoqlardan iborat koalitsiya Xivani egallab Tohirxonni ag'darib tashladi hamda ba'zi manbalarga ko'ra u qatl etildi. Buning natijasida esa Eronparast hokimiyat tuzilmasi tugatildi, deb yozadi o'z maqolasida Nigora Allayeva va Andreas Wild. Agarda video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bizni yoqtiruv tugmasi bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang hamda Dervishnot sahifasiga obuna bo'ling.